Assalomu alaykum, hurmatli akalarchilar. Biz bugun arilarda toshib ketish uchun tayyorlayapmiz. O'shanga oilalarni qanday tayyorlash haqida sizlarga video qilmoqchimiz. Bizda ikki xil tahlilli oilalar bor. Mana bu chuqur tahlilli oila. Chuqurlik tahlilli oilani tayyorlashda ichida romlarda romlarda qatirib yonidan shirib qo'ygandan keyin kechasi qorong'ida shaharda mana bu qismiga mana bu решеткasini qo'yamiz. Qo'shib qatirib qo'yamiz. Qatirib qo'yiladi. Shu bilan toshib ketilaveradi. Orqa tomoniga mana ko'ringlar do'stlar, bu yoqqa olib ketdik. Orqa tomoniga hozir mana orqa tomoniga bu tahlilni mana bu setkasini qo'yib qatirib qo'yamiz. Qatirib qo'yishdan oldin mana bu qismda ortiqcha yuk bo'lmasligi uchun o'zini ichiga solib qo'yamiz. Mana bunday qilib mana solib qo'yib bunday qilib qatirib qo'yamiz. Mana qatirib qo'ysak, hozir arilar shunday turaveradi kunduzi. Keyin qopqoq ustiga mana buni qo'yib qo'yamiz. Buni saharda bomdodni oldiga qo'yib qatirib qo'yamiz. Qatirib qo'yib kunduzi erta bilan oxli oilani tashib ketaveramiz. Bunda nima afzalligi bor deganda, bunda kechasi nima toshib yurmaymiz, qiynalib. Ikkinchidan bu tagidan mana bu chetkadan havo o'tib turgancha arilar dimlanmaydi. Yo'ldagi uzoq masofa ketayotgan bo'lsa, yo'lda 1 soat, 2 soatga to'xtab, ovqatlanib, boshqa qilib bemalol ketilaveradi. Shunday qilganda chuqur tahlil juda qo'l keladi. Mana shuni sizlarga ko'rsatmoqchi. Ikkinchi nimani ko'rsataman. Mana ikkinchi nimamizda yashigimizda bu ham mana bu qismida o'rtada pastda setkasi bor. O'rtada setkani tagida mana bunday g'aladon bor. Setkani tagida mana. Do'stlar, bu g'aladonni chiqarib bunday qo'yib qo'yamiz. Bu g'aladonga nomer yozib qo'yamiz. Mana do'stlar 5-chi desak 5, mana bu yerga ham 5 yozib qo'yiladi. Arizorga ko'chirib borganda shunga qarab turib o'zini joyiga qo'yib qo'yaveramiz. Mana bu teshikni bunday qilib bekitib, erta bilan tong saharda bunday bekitiladi tog'in. Bunday bekitilib olib ketilaveradi. Tagidan nima tagida setka bor, arilar dimlanmaydi. Xohlagancha nerga tahlilga o'xshab ko'chib ketaveramiz. Shularni sizlarga ko'rsatmoqchi edik bugun. Mana ya'ni arilarda eng qiyin ishlardan biri arilarda shu ko'chirib ketganda ular dimlamasdan joyiga yaxshi olib borib olish asosiy masalada turadi. O'shaning uchun tahlillarimizni ham shunga moslab qilganmiz biz. Sizlarga ham shuni nima qilamiz. Ko'parichilar kechasi toshiydi. Kechasi toshiganda juda qiyin bo'ladi. Qorong'ida yurish qiyin bo'ladi. Uzoq masofaga ketganda arilar dimlanmay qolmasin deb arilar to'xtamasdan yurishga to'g'ri keladi. Bunda juda yaxshi qo'l keladi bular.
Undan keyin yotoq uylarda arilar tashigandan nima qilish kerak degan savol turadi. Yotoq uylarda har baxyab turgan bo'lsangiz, aksariyat ko'pari oilalari ikki xonali. U o'rtadagi qo'l ustigini to'plab, rulo tumalak qilib, o'rtaga ikki tomondan yig'ib, nima qilsangiz 5 santimetrli ustida 4-5 santimetrli romlar ustida joy hosil bo'ladi. O'sha romlar ustidagi romlar ustiga 5 santimetrlikdan reka qo'yib ikkita, uni ustidan ko'proq piyozni setkasi bor, xuddi o'sha piyoz setkasidan qilingan to'shama qilinadi. To'shamaning chekkalari matodan bo'ladi. Shunda to'shab, qopqog'ini bekitib qo'ysangiz, arilar romlarni ustida bo'shliq hosil bo'lib qoladi. To'shaklarini olib qo'yasiz. To'shaklarni olib, отдельно ko'chirib ketasiz. Shu bilan bemalol qayerga borsangiz ham o'sha yergacha olib ketaverasiz. Bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan videolarimiz shulardan iborat edi. Yangi o'rganib turgan asalarichilarga, yoshlarga va boshqa asalarichilarga maslahatlarimiz shunday. Sizlar ham shunday usullardan foydalansalaringiz yaxshi bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.